Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 19 dekabr 2025 yil Samarqand viloyati Nurobod tumani Nagolniy juma bozoridamiz. Mollarning narxlarini ko'rsatamiz. Mol, qo'y, ot aralash video tayyorlab tashlaymiz. Hurmatli obunachilar, narx-navolarni ko'rib tomosha qilib o'tiraverasizlar. Toy nech pul ekan? Assalomu alaykum. Nech pul ekan toy? 12 deyapman. 12. Bozor nech pul qilyapti? Bozor 7 qilyapman. 7 million so'rayapti bozor. Hurmatli obunachilar, toy. Toy 12 million aytyapti, 7 million savdo qilib turibdi. Bo'lishi nech pul ekan shu toyda? Bo'lish narxini ayting. Bo'lishi 8 deyapman. Bo'lishi 8 million aytib o'tdi. Toza to'y. Toy zo'r, chiroyli narsa. Hali yoshiga to'lmagan. Urg'ochimi? Urg'ochi, ha. Aha. Nech pul ekan navbatchi? 21 million bo'ldi, 22 million bermasin, 22 million bas berdi. 22 ga bermayapti. Berdi. Bergan yo'q, bergan. Bermadi. Hozir o'qishamiz 22 million savdo bo'ldi, chiroyli boqiladigan narsa. Ha, o'tash. Xorazm narxlarini ko'rib o'tirasiz. Mol bozor, guruch bozor, mol bozor tomosha qilib o'tirasiz. 22 million savdo bo'ldi ana shu molimiz. 13 beraman. 14chi. 8 million aytib turibdi, 14 ga so'rab turibdi bozor. Bizlar bozor bilan baravar hisob. Nech pul ekan navbatchi? Assalomu alaykum. 25 bozor nech pul qilyapti? Ha? 19,5 qilyapti bozor. Bozor 19,5 so'rab turibdi, chiroyli narsa, bahodan vajagan. Nech pul ekan navbat, nech pul aytilyapti? Assalomu alaykum. 18 million so'rayapti bozor. 18 million so'rab turibdi. Biz baholardan kelib bu narsaga. Nech pul ekan navbat? Assalomu alaykum. Nech pul qildingiz? 18,5. Nech pul so'rayapsiz? Nech pul aytyapti? 20 million aytib o'tiribdi. 18 million so'rab baholardan narsa, chiroyli narsa. Assalomu alaykum. Nech pul ekan qocharcha? Nech pul aytyapsiz? Bozor nech pul qilyapti? 11 million so'rab. Qochar ha? Qochar bu, ha? Nafas emas. Qochar 11 million so'rab. Juve 190 kilo. Raya olib turibdi, ha? Nech pul deyapsiz? 11 million 800 ming so'm. Savdo qilyapsizmi? So'radingizmi shuni haqga 11 million 800 ga so'radingiz, ha? O cho'rda 5 lira bu tashkil etilgan. Ha, shundan keyin buzovchi ekan. 11 million 800 savdo bo'lib turibdi, bermaydi. Endi Kilavesi bor. to'g'ri kelganda bir o'ziga so'zingiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul aytyapsiz? Aka 32 dedim, 35 da aytmadim, 33 da aytmadim. Bozor nech pul qilyapti? Bozor 24 million so'rayapti. Bolasi qochar? Yo'qcha, bir hafta bo'ldi bolasi. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bu. Necha litr sutga pisand? 6 tasiga javob aka. 6 litr sutga pisand, uchinchi bolasi. Aha, 24 million so'rab turibdi. Mana o'tkazaka. Assalomu alaykum. Nech pul ekan ena bolasi yer? Nech pul ekan? 30 deyapman menda. Bozor nech qilyapti? 25 so'rayapti. Yilinde Bolasi qocharmi? To'rtchi, aha. Hech narsa qilmaydi aka. Nechinchi bolasi ekan? Uchinchi bolasi. Zaydiyatli 25 million so'rab turibdi. Sal kichkinaroq bozorga so'radan o'kizlar kamroq.
kızımı 25 milyon aytadi. Neçe pul qildingiz? 20'dan ötüp vereyim sen. Siz neçe pul so'rayapsiz? Olamam ben satarım onu. Sotib neçe pul aytyapsiz? 25 deyapsiz. 25 deyapti, 20 milyon so'rab turibdi. Go'sht 130 ga kelmaydi. Chiroyli nafas bo'ladi. Bu kimdan ekan bu? Kimdan ekan? Nechi pul deyapsiz? 29 lira. Bozor nechi pul qilyapti? Ha? 24. Bozor 24 milyon so'rab turibdi. Mol 240 kilo keladi biza qatori go'sht bo'lsa. Biza Xorazm mollardan go'sht beradi o'zi. Bahoram chiroyli narsa. Bedem şu soyladan öküzleri 110'dan dolaydan sonra tuttular. Şimdi az kichkina mollari, qo'chqor qo'ylari ko'ramiz. Assalomu alaykum. Nechi pul deyapsiz? Ha? Bozor nechi pul qilyapsiz? Assalomu alaykum. Bozor 15 milyon so'rab turibdi. Boqlari ham chiroyli narsa ekan. Bu nechi pul ekan? Nechi pul deyapsiz? Assalomu alaykum. 9,5 so'radi. Ha, siz 9,5 so'rasiz. Egasi nechi pulga aytyapti? 12 deyapti. 12. O'zcha. 9,5 so'rab turibdi. O'zchalar bizlar bozorga qaraganda sal qimmatroq, ikkasa bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Nechi pul ekan? Qocharmi? Qocharmi? Bozor nechi pul qilyapti? 10 milyon. Baklardan neresi ekan? 10 milyon so'rab turibdi. Qo'shiraverdi go'shin. Assalomu alaykum. Ena bola qo'y nechi pul ekan? 6 milyon. Qo'zisi qo'chqormi? Qo'chqar bilan ko'rgach. Ena bola qo'y. Bozor nechi pul qilyapti? Bozor 4 milyon. Ha, qo'chqor o'zini 4 milyon so'rayapti bozor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nechi puldan ekan bular? Ular 5'ten deyapti. Qo'yma qo'chqormi? Bozor nechi puldan so'rayapti? 5 milyondan aytibdi, qo'y ekan bular. Samiz qo'zi. Qo'zilar nechi puldan ekan? Qo'zilar nechi pul? Qo'zilar nechi puldan ekan? Qo'zilar 2,5. Urg'ochi qo'chqor. Urg'ochi 4 to'yim, ha? 2,5. Bozor nechi pul so'rayapti ular? Bir joyda 2'den bermiyor. Bu nechi pul ekan? 200 deyapmiz. Urg'ochimi, qo'chqormi? Qo'chqorcha aka. Bozor nechi pul qilyapti? Bozor 28 gacha so'rayapti. Ular nechi puldan ekan? Ular nechi puldan ekan? Assalomu alaykum. 35'ten diyor. 8,5 milyon aytıp dur. Altı milyon sonra. Koyun narxlari bizlar bozorda farq qilmayapti, mol bozor ham почти teng. Go'sht narxi bir xil bo'lgandan keyin ularda ham narx teng. Hozir bu yana birinchi bozor, meva-cheva bozorga o'tamiz endi. Keyingi tanga zo'r. Nechi puldan ekan baliqlar? 20 so'm, 38. Sazanlar 38 milyon ha? Sazan 38 milyon ekan. 3 kilo alıyor değil mi? 3 kilo 200 lira. 38 milyon. Mulakkala 20 milyon. Balık burada. Balık burada.
Nechi puldan sotadi? 35 ming. Nechi pul ekan gurunch? 10. Gibrit gurunchdan avval. Ana onu hiç kullanmıyorsun. Bu 13 binden buldu mana. 13'ten beri. Ana onu 10 milyon veriyor. Bu zo'r. 13 ming. Nazır bu. Zıgırmay nechi pul zıgırmay? Litri 30 mu? Havalanlar teyir. Vay qancha? Ana kızar tükür. Bu lazerlar nechi pul ekan? Hazır 16 mu? Chaqdim yo'qolmay, Hozir 16 ming kiloga sotib o'tiribdi. Nechi pul bu? 5 ming Samarqanddan. Alangachi? Alangani 12 ming qilib turibdi. Xorazmda 8,5 beradim onu. İş Polatjon, yaxshimi? Sog'liqlaring yaxshimi? Eson-omonmi? Charchamayapsanmi? Nereden mi? Mana obunachilar ish Polatni ko'raman degan klientlar Xorazmda o'tirganlar. Topdimmi neydi savdo qilib? Ina. Lazeri 15 ming savdo qilib o'tiribdi, aytib o'tiribdi. Eskisi lazerdi. Eski lazer 15 ming. qaysidan? Bu nechi pul mana bu? Bu nechi pul ekan? Yaxshi savdoni beraversin. Nechi pul ekan guruch? 15 ming. 15 ming. Lazerchi, lazer bormi? Bunday jonimiz yo'q. Lazeringiz yo'qmi? Biz dehqonchi. Bu nechi pul ekan? 9 ming. Guliston 9 ming so'm. Xo'sh, hurmatli obunachilar. Nechi pul bu aka? Bu nechi puldan ekan? 15, 20. Nechi pul guruch? Ha? Nechi pul? Qo'jonim 12 ming so'mdan qo'yib beraman. Qaysi? Yo'q aka, ham 15 so'mdan bo'lyapti. Shundan qo'ying. Ha, ikkila bering. Bu Indoneziyami? Buni Nechi pul? qanchadan qilib berasiz? Ha? Buni 13 dan qilib beraman. Lazerchi? Ha? Berading sizlarga? Manadan ikkila, bundan ikkila bering. 15 ming so'm. Anar nechi pul ekan? 15 ming. Shirinmi? Yeb ko'raydi, yo'q. Shirini qaysi? Bilsam. Bu nechi puldan? Ham shundan emas ekan. Mana bundan torting. Bir kilo bo'ladi, 1 kilo, 1,5 kilo torting. Xurmo 10 ming so'm ekan, anar 15 ming so'm ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog' yaxshimi? Guruchlar nechi pul bo'lyapti? 15 ming alanga. O'nligi ham bor, unchigi ham bor, hammasidan. Bo'ladi, yaxshi. Dam olishga keldinglarmi? Ha, dam olyapmiz. Dam olyapsizlarmi? Bo'ladi. Nima qolgan sheringlarni olib kelmadingiz? Sherik shart emas. Yangangiz bilan keldik, dam olyapmiz. O Xorazmni qilib beryapsizlar, qilib berdi ham? Ha, Xorazm. Lazerni qarang, turishini qanaqa zo'ri. Mana, Qilichi. qilish lazer. Xorazm bilan baravar bo'lyapti. Obunachilar. Bozor narxlarini ko'rib bo'ldilar, mol bozor hammasi aralash tashaldi. Alangani zo'rmi? Obuna bo'lib, layqni bosib qo'yinglar. Buni sholida, bu eski sholi. Damini olgan yaxshisi. Demoqchiman, suv ko'tarayotgan, mana donasini ham qarang. Umuman sinaqa yo'q ichida. Obuna bo'lib, layqni bosib qo'yinglar, alangani zo'ri totib turibdi 15 mingdan. Lazer 15 ming so'm. Shuni bilan videomiz tugadi.